Assalomu alaykum, detektiv ixlosmandlari. Siz Huquq va burch jurnali taqdim etayotgan detektiv audio ruknidasiz. Hozir siz tinglaydigan hikoya 20-asr Chex klassik adabiyoti vakili, mashhur yozuvchi, dramaturg va tarjimon Karl Chapek qalamiga mansub. Tarjimon Shavkat Yodgorov. Suiqasd. O'sha kech birozgina tomog'ini ho'llagan maslahatchi Tomsa quloqchini taqib olgancha Dvorakning slavyancha yallalarini tinglab vaqt sho'g'lik qilib o'tirgandi. Mana buni musiqa desa bo'ladi, deb qo'yardi u o'ziga o'zi. Shu payt ko'chada nimadir 2 marta tarsilladi va maslahatchining oldidagi deraza oynasi chil-chil sinib, shovullab to'kildi. Tomsa birinchi qavatda yashardi. Bunday vaziyatda boshqalar o'zini qanday tutsa, maslahatchi ham shunday tutdi. Bir necha soniya buyog'iga nima bo'lishini kutib turdi. So'ng quloqchinni yechib, jiddiy qiyofada atrofni ko'zdan kechira boshladi. Nima bo'ldi o'zi? Derazaning 2 joyiga o'q uzilgani va ulardan biri deraza ro'parasidagi eshikka tegib, yoriq hosil qilganini ko'rgandan keyingina uni vahima bosdi. Kallasiga birinchi kelgan fikr shu turishda ko'chaga yugurib chiqib, jinoyatchining yoqasidan olish bo'ldi. Ammo u yoshlik davri o'tib, o'zini bosib olgan kishi sifatida birinchi maylni qo'yib, ikkinchi yo'lni tanlashni odat qilib ulgurgandi. Shuning uchun ham darhol telefonga yopishdi va politsiya uchastkasiga qo'ng'iroq qildi. Alo, tezda kimnidir jo'nating. Hozirgina menga suiqasd qilishdi. Qayerda bo'ldi bu? Meni uyimda? Bu nima degan gap axir? Hey yo'q, bey yo'q, uyida tinchgina o'tirgan odamga qarab otaverishdi. Jiddiy tergov olib borish kerak. Shu yetmay turuvdi o'zi. Tushunarli. Birortasini jo'natamiz. Maslahatchining sabri tugab borardi. Uning nazdida o'sha birortasining sudralib yetib kelishi juda cho'zilib ketgandek edi. Unday bo'lmadi. 20 daqiqa o'tar o'tmas, ko'rinishidan bamanigina politsiya inspektori yetib kelgan va diqqat bilan derazani ko'zdan kechirishni boshlab yuborgandi. Kimdir derazaga o'qizibdi, janob. Buni o'zim ham yaxshi bilaman. Aytdim-ku, men xuddi shu derazaning shundoqqina oldida o'tiruvdim. 7 millimetrli kalibr harbiy zobitlarning eski rusumdagi to'pponchasidan otgan ko'rinadi. E'tibor bering, o'q bu yerga tegishi uchun o'sha nusxa hovli devoriga chiqishi kerak bo'lgan. Yo'lakdan turib otganida o'q teparoq ketgan bo'lardi. Demak, u sizni nishonga olgan, janob. Ofaring. Men bo'lsam shunchaki eshikka tekkizmoqchi bo'lgan deb o'ylabman. Buni kim qilgan bo'lishi mumkin, janob? Uzr, sizga manzilini bera olmayman. Men u janobni ko'rmay qoldim va uyga taklif qilishga ham ulgura olmadim. Jo'ngina ishga o'xshamayapti. Xo'sh, kimdan gumon qilyapsiz? Tomsaning sabr kosasi to'ldi. Gumon qilyapsiz deganingiz nimasi? Yigitcha, men u yaramasni ko'rmadim deyapman-ku. Agar u mening havodan bo'lsa yuborishimni kutib turgan bo'lganda ham, qorong'ida uni tanimagan bo'lardim. Bundoq o'ylab ko'ring-chi, kimligini bilganimda sizni chaqirib o'tirarmidim? Albatta. Lekin sizning o'limingizda kimga naf? Eslab ko'ring. Ehtimol sizdan o'ch olmoqchi bo'lib yurgan odam bordir. Meni ma'zur tutasiz. Bu shunchaki bosqinchilik emas. Bosqinchi agar juda zarurat bo'lmasa, otmagan bo'lardi. Balki allaqachon o'zingizga dushman orttirib olgandirsiz. Ana shular haqida aytsangiz, biz shu bo'yicha tergovni boshlaymiz. Tomsa dovdirab qoldi. Ishning bu tomonini o'ylamagandi. To'g'risi, hayronman. Menda dushman nima qilsin? Rosti, bironta dushmanim borligini bilmas ekanman. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Hech kim bilan uchrashib yurmasam, bir joyga bormasam, hech nimaga aralashmasam, bir odamovi bo'lsam, menda kimning o'chi bo'lishi mumkin? Inchunun men ham bilmayman, janob. Ammo ertalabgacha esingizga tushib qolsa ajab emas. Bu yerda qolishga qo'rqmaysizmi? Yo'q, albatta. G'alati ish bo'ldi deya o'ziga o'zi gapirindi yolg'iz qolgach. Ko'nglining xijili tarqamayotgan edi. Nima uchun? Aynan nima uchun menga o'q uzishdi? Axir zohidday kun kechirsam, ishga boraman, uyga qaytaman. Ish, uy. Hatto tuzukroq tanishim ham yo'q. Nega meni otmoqchi bo'lishadi? U hayron edi. Bundayin adolatsizlikdan uning alami keldi. O'ziga achinib ketdi.
eshakday ishlayman. Hatto uyimga ham ish olib kelaman. Isrofgar bo'lmasam, xursandchilik nimaligini bilmasam, chig'anoq ichidagi shilla qurtga o'xshab yashasam-u, birdaniga paq kimnidir meni o'ldirgisi kelib qolsa. Xudo, odamlarda bunaqa sababsiz husumat qayoqdan paydo bo'lar ekan? Maslahatchi lol-u hayron edi. Ko'ngli cho'kdi. Kimni ranjitdim? Nima sababdan kimdir meni bu qadar yomon ko'radi? Yo'q, bu yerda bir xatolik bor. U bir qo'lida botinkasi bilan kravatiga o'tirgancha o'yga toldi. Ha, meni kim bilandir adashtirishgan. O'ch olmoqchi bo'lgan odami bilan adashtirishgan. Xuddi shunday bo'lgan. Shu to'xtamga kelib, biroz yengil tortdi. U allaqanday Ravbal degan hamkasbi bilan bo'lgan suhbatni esladi-yu, botinka qo'lidan tushib ketdi. O'sha suhbatda unga xotini haqida nojo'ya gap aytib yuborgandi. Ravbalning xotini unga xiyonat qilishini va duch kelganga ilakishib ketaverishini butun dunyo, kerak bo'lsa o'sha Ravbalning o'zi ham biladi, lekin bildirmaslikka urinadi. Men nodon shu haqida laqillab o'tiribman. Maslahatchi Ravbal nafasi bo'g'ilib, qo'llarini musht qilib olganini esladi. Xudoyim, uni qanchalar ranjitdim-a? Axir u xotinini esini yo'qotar darajada sevadi-ku. Men albatta gapni boshqa yoqqa burishga urindim, lekin Ravbal alam bilan labini tishlab qoldi. Mana meni bir odam yomon ko'rishi uchun sabab turgan gapki, u menga o'q uzish haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Lekin men ajablanmagan bo'lardim agar Tomsa sarosimada polga o'tirib oldi. yoki deylik, tikuvchim. U 15 yil kiyimimni tikdi. Keyin esa uning yuqumli silga chalingani haqida gap chiqdi. Turgan gapki, hamma ham sil kasali bor odam tikkan kiyimni kiyib yurishni o'ziga ep ko'rmaydi. Men ham unga ortiq kiyim tiktirmay qo'ydim. U esa oldimga kelib, bunda ishsiz o'tiribman. Xotinim kasal, bolalarimni qishloqqa jo'natishim kerak. Menga yana ishonch bildirib iltifot ko'rsatsangiz dedi. Xudo. Uning rang-par yuzini ko'rsangiz edi, keyin g'ijinib cho'milganimni aytmaysizmi? Janob Kalinskiy, bekorga ovora bo'libsiz. Menga tuzukroq tikuvchi kerak. Sizning ishingizdan ko'nglim to'lmaydi desam, men astoydil harakat qilaman, janob Tomsa, yalinardi u yig'lamoqdan beri bo'lib. Qo'rquv va sarosimadan qora teriga ham tushib ketdi u sho'rlik. Men bo'lsam, o'shanda bir gap bo'lar degan kambag'allarga tanish gap bilan uni jo'natib yubordim. Tikuvchi ham meni yomon ko'rishi aniq. Kimdandir jonini saqlab qolishni so'ragan odamning bunday shafqatsiz javob olishi dahshat-ku. Lekin men nima qilishim kerak edi? Bilaman, u meni otmagan, ammo Maslahatchining yuragi battar ezildi. Yana bir nimalar esga tusha boshladi. ishxonada qari kuryerimizga g'azabimni sochganim ham chatog'ish bo'lgan edi-da. Bir hujjatni topa olmay ro'zovora bo'ldim. Xunobim chiqib o'sha cholni chaqirdim-da, hammaning oldida xuddi yosh bolani urishgandek baqirib, chaqirib xumordan chiqib oldim. Bu nima degan gap, Ovsar? Bunaqa tartibsizlikni bo'yningizga ilib ishdan haydatish kerak sizga o'xshaganlar. Keyin o'sha hujjat mening stolimdan topilsa deng. Chol churq etmadi. Faqat qaltirab ko'zini pirpiratib turaverdi. Maslahatchining issig'i chiqa boshladi. Qo'l ostingdagilarni ozgina xafa qilgan taqdiringda ham uzr so'rash shart emas-ku, to'g'rimi? Xodimlar rahbarlarni yomon ko'rishi bu tabiiy. Shunday bo'lishi ham kerak. Mayli, o'sha cholga eski kostyumlarimdan birontasini sovg'a qilarman. Yo'q, axir bu battar xo'rlash bo'ladi-yu. Maslahatchi to'shagiga cho'zildi, lekin yota olmadi. Ko'rpa uni bo'g'ayotgandek tuyuldi. U tizzasini quchoqlab, qorong'ulikka tikilib o'tirdi. Mahzun xotiralar uni tark etmayotgandi. Yoki, masalan, yosh xodim Mo'revak bilan bo'lgan voqeani olaylik. Mo'revak o'qimishli yigit, she'r ham yozib turadi. Bir safar u xatni yaxshi tayyorlamagan ekan. Men unga buni qaytadan tayyorlang, hamkasb, deya xatni stolga tashladim. Qattiqroq otdimmi, qog'oz yerga tushib ketdi. Mo'revak uni egilib olar ekan, qulog'igacha qizarib ketdi. O'zimni do'pposlab tashlasam-da, yigitchani yaxshi ko'ra turib, nafsoniyatiga tegishim shartmidi? Buni qasddan qilmagan edim lekin. Tomsaning xotirasida yana bir qiyofa jonlandi. Xizmatdoshi Vankelning rangpar, biroz solqigan yuzi. Sho'rlik Vankel. U mening o'rnimga bo'lim boshlig'i bo'lmoqchi edi. Bu unga ko'proq topish imkoniyatini bergan bo'lardi. Uning 6 farzandi bor. Aytishlaricha, u katta qizini ashulachilikka berish istagida ekan-u, lekin bunga pul topa olmayotganmish. Men undan xizmat pilla poyasida o'zib ketdim. Sababi u kalta fahim va ishdan boshqa narsani bilmaydi. Muttasil yetishmovchilik uning ori xotinini janjalkash qilib qo'ygan. U tushlikka quruq non ko'shaydi. Maslahatchi g'amgin o'yga botdi. Bechara Vankel. Men bir o'zim bo'ydoq bo'la turib undan ko'p maosh olishim unga alam qilsa kerak. Lekin buning uchun men aybdormanmi? Har doim u menga ta'na bilan qarab qo'yganda noqulay ahvolga tushaman.
Maslahatchi terlagan peshonasini artarkan, u kuni ofitsiant unga hisobni keltirganda bir necha kronga aldamoqchi bo'lganini va restoran sohibini chaqirtirganini, u esa shu zahoti ofitsiantni ishdan haydaganini esladi. Hey o'g'ri, seni butun Pragada hech kim ishga olmaydigan qilaman hali. Ofitsiant bir so'z demay, ortiga burilib ketdi. Frak ostidan uning ozg'in kuraklari qaltirardi. Maslahatchi joyida ortiq o'tira olmadi. Radio priyomnik yoniga o'tib, quloqchinni taqdi. Radio ham go'yo sukutga cho'mgandek jim edi. Sokin tun. Tomsa boshini qo'llariga qo'ygancha hayotida duch kelgan, ilgari til topishi haqida sira o'ylab ko'rmagan, tushuniksiz mayda odamlarni eslashga tirishardi. Ertalab politsiya uchastkasiga kirib kelganida u biroz rangi o'chgan va parishon holatda edi. Xo'sh, nima bo'ldi? Kim sizni yomon ko'rishi esingizga tushdimi? Bilmadim. Bunaqa odamlar shunchalik ko'p ekanki, kim ham qancha odamni ranjitib qo'yganini bilardi deysiz. Deraza oldida boshqa o'tirmayman. Aytgandek, sizdan bu ishni yopishingizni so'rab keluvdim. Behafsala qo'l silkib qo'ydi u.